Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Chus Master YouTube kanali ashaddiy obunachilari hamda bizni qo'llab-quvvatlab turgan, musofir yurgan aka opa singillar. Bugun biz Namangan viloyati Ko'ksaroy tuman Tergaz chor bozoridamiz. Akalar, bu yerda biz ona bola hamda qisir sigirlar narxini yoritib beramiz. Albatta videoga qiziqmasdan bittadan like bosib, qattiq qilib turasizlar. Agarda sizlarga Chus Master berabilkalari kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Motoriga 2 oy garantiya berishadi. Hop, o'ziga esa 1 yil garantiya. Dastlabkasi mutlaq tek. Agar Chus Masterdan bir dona dirabilka oladigan bo'lsangiz, bitta chang qalatga yoki bitta ko'z pichog'i yoki bitta bolta sizlarga bonus sifatida qo'shib berishadi. Akalar, hozirda sigirimiz baho bo'lyapti, xohlasa narxini yoritib beramiz. Akalar, videoga bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Xo'p, akalar, bo'lmasa biz videomizni boshladik. Mana shu yerda savdosi bo'layotganini ko'rsatib beramiz. Aka, bo'g'ozmi bu? Necha oylik bo'g'oz aka? Aka 15 kunda tug'adi. 15 kun tug'adi. Necha pul deymiz? 27 kam bor. Nechinchisiga? 3-siga bo'g'oz ekan. 15 kun tug'agan. 27 kam bor. Bozor qancha berdi? 24 million berishyapti, lekin berishmayapti akalar. Xudo xolisa like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz videolarimizni davom ettirib boramiz. Aka, savdosi qancha chiqdi tog'a? 29 million 200. Birinchi bolasimi? 3-siga bo'g'oz. Yaxshi. Mana suti nechta beradi tog'a sut? Tuqqandan keyin bilinadi-da. Yaxshi. Mana orqa tomondan ko'rinishlar. Xudo xolisa zo'r. O sotildi mana shu yerda qasr. Bu aka qasr ketdi. Bitta ko'rsatib qo'y ashini. Mashimi? Bo'g'oz necha oylik? 9 oylik. 9 oylik bo'g'oz. Nech pul ketdi? Ketmadi. 28 million bo'lyapti. 28 million berilmadi. Berilmayapti. Mana aka. Ro'zg'or bobidan so'raganlarga. Sigirlar simidan akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz to'liq ma'lumotni berib boraveramiz. Hop, mana shu yerda ola sigirimiz ham bor ekan. Aka, bo'g'ozmi bu? Assalomu alaykum. Nechinchisiga? Ikkinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 2 oylik? 7 oylik, ha? Nech pul deyapsiz? 32 deyapsiz. Bozor qancha berdi? 20? 26 beribdi. Bozorimiz berishmoqda, kelamiz. Hop, mana yerda ola variant bilan bor ekan. Bitta ko'rsatamiz mana. Bunisi ham bo'g'oz. Ekranga ham sig'may qolyapti. Hozir. Aka, bo'g'oz qancha chiqdi? Bo'g'oz 42 million. 42 millionga necha oylik? 20 kunligi bor. 20 kunligi bor. Nechinchisiga? 3-siga. Ya, suti nechta deymiz? 20 ta beradi. 20 ta beraveradi. Yo'q, 20 ta beraverar ekan. Mana yerda endi shvetimiz bor ekan. Hop, bolasi ham bor ekan. Ostilari ham zo'r ekan. Ko'rsatamiz. Bu aka, savdosi qancha chiqdi? 46 ga chiqdi aka. 46? 46 ga chiqdi. Bolasi nima bolasi? Bolasi buqacha ekan mana. Nech kunlik? 8 kunlik bo'ldi, lekin bolasi ham zo'r narsa ekan. Yap, dehqonchilikmi aka? Sizlardanmi? Dehqonchilik, nomeri qoldiramizmi ehtiyoj so'raganlar? Gaplashib olasizlar, ha? Sotiladi. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Akalar, mana ro'zg'orga olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Vobshe zo'r ekanmiz. Hop, mana yerda ham mashina ham bitta bilib beraylikchi. Sizdan aka? Boy aka, savdosi qancha chiqdi mashina? 38,5 ga berilmadi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. Suti nechta beradi tog'a? 10 ta suti. Yap, bitta ro'zg'ori bemalol aqabaqa qilib tashaveradi akalar. Ostilari ham zo'r bo'ladi. Hop, biz davom etamiz. Akalar, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu Master kanaliga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Tog'a, assalomu alaykum. Ona bolani nech pul deymiz? 36, ha? Yaxshi, 36. Nechinchi bolasi? 15 ta suti bor. Buqqa, gap yo'q. Malade. Tishi nechta sigirni? 8 ta. Nomeri qo'yib ketamiz, ha? Sizda bo'ladimi sigirlar ehtiyot? Aytavering nomerni. 95 Hop. 96. Aloqaga chiqarasizlar akalar shu nomerga. Bolasi ham zo'r ekan. Sotildimi aka? Yo'q, olam. Qanchaga? 46 ga. Bo'g'oz necha oylik? O, bolasi bor. Hozir 46 gami? 46 ga olinibdi. Hozir aka bir minut. Bolasi buni ekan, ha? Bolasi buqa ekan. Bo'ldi aka.
Bolasi narigimi? Voh, nech pul deymiz? 42 bering. Ha, 42 berami? Bo'ldi, bir qotomoni bo'lsa. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi, zo'r. Tishi nechta sigir aka? 6ta. 8 yilni chiqadi. O'z bo'g'oz emasmi? To'ra oilaga, qonida ham, yonida ham bolasi. Bolasi necha oylik buni aka? 6 oylik buni. Yo'q, bolasi zo'r ekan-a? Kelishini. Qancha berdi bozor? Hozir endi gaplashib. Bo'ldi. Bozor endi beryapti. Lekin zo'r ekan, o'zimga yo'qdi lekin. Bolasi ham buqa ekan. Baragasini bersin. Mana shu yerda endi ko'rsatamiz. Hop, bo'g'oz ekan. Aka, bo'g'oz bu? Bo'g'oz necha oylik? 9 oylik. Yaxshi. Nechinchisiga? 3-chisiga bo'g'oz. Qancha savdosi qancha bo'lyapti? 42 savdo bo'lyapti. Mana aka. 42 million savdosi bo'ladi. 3-chi bolasiga bo'g'oz ekan, 3-chi qoringa. Suti ham 20 ta xuddi qolsa beraveradi. Hop, keyingi mana yerda ko'rsatamiz. Voh, buni bahaybatni qaranglar. Tog'imda oqtirinchi. Tog'imda oqtiring mashina o'g'li. Mana shu yerda giganti bor ekan, sigirni. Gaplar. Tog'a bu nech pulga chiqdi? Orqa tomondan ko'rsataylik-chi. Meni bo'yimdan ham baland bu. Balandligini qarang. Yo'q. Savdosi qancha chiqdi tog'a? 36 millionga. Bu qisirmi? Bo'g'oz. Buni bilmayman, mana shu 20 litr suti bor. 20 litr suti bor, gap yo'q. Bahaybatligini qaranglar. Maragasini bilsin, zo'r. Ekranga ham sig'may qoldi. Hop, biz mashina ko'rsataylik, zo'r ekan lekin. Bolasi ham buqacha ekan. Aka, assalomu alaykum. Nechinchi bolasi? Bu birinchi bolasi, qonida 2 oylik qochgan yana. Voh, zo'r, haqiqiy ro'zg'or bobidan akalar. Suti nechta suti? 10 litr. Bemalol shu bitta ro'zg'ori boshqaradi akalar mana. 10 litr suti bor ekan. Bozor qancha berdi aka? 43 million turibdi. Nech pul deyapsiz o'zingiz? 50 million kammi? Dehqonchilik. Ha, bo'ldi. Tirikchilik aka. Baragasini bilsin. Tishi 4 ta shikilga aka? Ha, 4 ta. Nomeri qo'yib qo'yamizmi ehtiyot? Nomeri qo'yib qo'yamizmi? Shart bo'lsa. O'sha to'palan bo'lyapti shekilli, mayli. Hop, akalar biz davom etamiz. Pardash qilib turasizlar. Aka, bolasi mashimi? Mashina bolasi. Bolasi nima aka? Bolasi xunaji. Bolasi xunaji-la. Xo'p, suti nechta? 12 ta 10 ta bemalol beraveradi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Dehqonchilikmi, tirikchilik? Dehqonchilik. Yo'q, dehqonda. Nechinchi 3-chi bolasi? O'zi bo'g'ozmasa? Yo'q, endi 20 kunlik. Ha, bolasi yangi-yu 20 kunlik bo'ldi. Yebishlari zo'r. Sementali gibrid. Urib qo'yilganmi? Ha, o'zi ko'rinib turibdi mana gibridligi. Yaxshi. Baragasini bilsin aka. Bozor qancha berdi? 35 berishyapti. 35. Yaxshi. 35 million savdosi bo'lyapti ekan, lekin berishmayapti. Mana to'palan bo'lyapti, bir ko'rsataylikchi. Sotildi. Sotildi? Qaysi biri buni shivib etmasmi? Shu anida yana bo'ladi. Bitta yoritib beradi. To'palan bilan sotildi. Mash ketdimi? Qanchaga? Hozir bitta bilamiz. Boyaka ketdimi mashi? Ketdi. Qanchaga? 38 galli buqamiz akalar sotilibdi mana. Buqasi, bolasi buqa o'zi bo'g'oz ekan. 4 oylikmi devdilar, ha? Yaxshi. Bolasi buqa shikali. Xunajan ekanmi? Buqa debmanmi? Bolasi xunajan ekan, gap yo'q akalar. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, bo'lmasa biz ketdik. Mashinadan ko'rsatamiz sigirlar, yaxshi. Aka, sizdan emasmi masha? Jiyanlar ekan. Jiyanlarikimi? Lekin zo'r ekan-a buni ham ona olaylik. Biz bash. Narxini bilmaysizmi? Yo'q, men aka savdoda sabr o'lar. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p akalar, biz mana shu yerda hozir hojivamiz baho qilyapti ekan, hozir bilib beramiz. Aka, Ko'chada va bundoq deydi.
bersangiz bering aka. Boyga qaysi bo'lyapti? O shvedmi? Qo'lingiz olmayapti. Hozir bitta ko'rsatib qo'yaman. Vashi bo'lyaptimi? Nechi pul? 40 bo'ldi. 40 million savdosi bo'lyapti ekan akalar, mana shu boqamiz. Bo'ldi, hozir. Olmayin deyaptilar. Yo, oling. Yo'q, buni bitta buni yortib qochdi, qochdi. Doqiring, ha. Yo'q, qochdi. Olmayin degani olmay qo'yish kerak. Aka, sizdanmi bu? Ba'dan. Yo'q, baq olyaptilar. Baq olyapti. Bu tushda nechta ekan, bildingizmi? 15 ta. Bolasi xonajin ekan. Yaxshi. Bola qo'nachi, mana kishi olyaptilar molni mana. Bo'ldi. Mana kishi olyaptilar. Bo'ldi. Savdo qizig'i. Buni shved. Hozir mashina bilib beramiz. Xo'p, bolasi buqa ekan. Bu sizlardan emasmi aka? Mash xolasizmi? Ha, mash. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi aka. Ikkinchisi sotyapsiz. Ha. Sizlardan-da savdoda bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Bolasi xonajin ekan, dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik. Suti 10-15 tami? 15 ta suti bor ekan. 15 ta suti bor. Yaxshi. O'zi To'rkurak. yaxshi mol ekan aka. Zo'r ro'zg'or bop aka. Tepmay shovi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Shovi yo'q aka. Baraka bo'lib ketdi shekilli-a. Sotildi. Aka qancha ketdi? 1 millionga hijolatib ketdim berib. Qancha ketdi aka? 40 ta. Baraka bo'ldi akalar, mana 40 millionga. Gap yo'q. Hoji otamiz oldilar 40 millionga. Barakasini bersin. Xo'p akalar, biz bo'ldi, olamiz aka. Voh, necha kunlik bo'ldi bolasi aka? Bolasi 6 kunlik bo'ldi, 15 ta suti bor. 15 ta suti. Haqiqiy ro'zg'or bop aka-da? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. Ostilari ham yaxshi ekan. Sizda bo'ladi-a sizga? Ozzoq. Nech pul? Nech pul deymiz? Puli 32 kami bor. 32. Bozor qancha berdi? 26 qilyapti. Nomerni aytib qo'ying-chi. 93lik. 93lik. 207 3151. 3151. Aloqaga chiqarasizlar. Manzil qayerda aka? Hamzada. Namangan shahrida ekan-a? Ha. Gap zo'r. Seshanbaga ham chiqar Shohidonda. Ha, o'zini chiqar. Gap akalar, o'ziga xizmatlari bor ekan, mana shu kela olasizlar mana. Bu sotildimi-ki? Bilaylik. Aka, sotildimi mana shu? Ol. Ha. Sotilamiz aka. Xo'p akalar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like'larni bosib, shu Choose Master kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz videomizni shu joyda to'xtatamiz.